Assalomu alaykum akalar. Qo'chqorda zo'rdan yetib keldi. Kimga qiziq bo'lsa, alaqach ko'rasizlar, sizlar nomerlarga, ekranda nomerlarga. Qo'chqor mana oq yuz variantidan. Quloq boshlari but-butun. To'xtalasizlar. Simjin variantidan. Oyoqlarga e'tibor berasizlar. Oyoqlari juda baquvvat. Mana orqa razvezlar juda chiroyli. Kengligiga e'tibor berasizlar. Ideal darajada. Quloq 18 chiqdi. Tishini ko'rsatib qo'ying shuni. Tishlari hali marjon hali bo'ldi. Tish buzmagan, qo'zichoq. 9-10 oylik atrofida. To'shnisini bilmaymiz. Hozir bo'ylarni ham o'lchab ko'rsatamiz. Mana akalar. Yerdan balandligi. Chiqqaniga kursini o'rasizlar, xudo xolasa. Bu oyroq narsa emas. Eti ham yaxshi. Xudo xolasa. Qo'y qo'shqani zo'r variant mana. Qo'y varinchi yurish qo'shamiz qo'ylikchi. Yurish qoshlari juda chiroyli emas. Uzun. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar bemalol.